Hurmatli birodarlar, mana bu bronza 708 induklarimda 5-iyun kuni 35 kunlik induklarda 170 ming so'mdan olgan edim. Bugun 11-iyul sanasi. Men bu bronza 708 induklarda olganimda bular 35 kunlik edi. Bularda og'irligi 1,5 kilo edi. Hozir mana bir oyu bular hozir 66 kunlik bo'ldi tuxumdan chiqqaniga. Mana shu 66 kunda bular hozir oldi 5 kilogram, keti 4 kilogram. Bular 4,5 kilosi ham bor, 4 kilo 700 gramligi bor. Mana shu 65 kunda 5 kilogram vazn oldi. Bular hozir haligi pechatlangan yem bo'ladi. O'sha yemni ham rost degan, ya'ni o'stirish degan navidan beryapman. Bir kunda bular dastlab 1 kilo 100 gram yerdi. Hozir bular bir kunda 175 gram, oldi 200 gram o'sha yemdan yeyapti. Bu yemni nimasi 1 kilosi 9000. 200 gram yesa demak 1800 so'mlik yem yeyapti. Men bundan ko'p yeyapti deb xafa bo'lib gapirayotganim yo'q. Endi ma'lumot uchun aytib qo'yyapman. Lekin bu indiklarda olib boqqanligimdan men xursandman. Bularda men katakda boqyapman hozir. Bir haftada qo'lim tegmayapti. Turli tuman ro'zg'or tashvishlari bilan bo'lib, bir haftada bir kun mana shu o'tliqqa olib chiqib, o't yegizib, o'ynatib, olib kirib yana qamab qo'yaman. Bular asli endi bundan baqa har kuni shu olib chiqib 1 soat aylantirib, olib kirib qamab qo'yaman degan mo'ljalim bor-u, o'sha mo'ljalimga yetolmayapman. Xullas kalom. Buni ko'rsatishdan maqsad oiladagi oilani go'shtga bo'lgan ehtiyojini qoplash uchun shu ishlarni qilyapman. Xudo xolasa bularni dekabrgacha boqib, yangi yildan boshlab bularni pix qilishni boshlayman. Bu yildan keyin xudo xolasa bu kurkalarni erta bahor 5 ta, 2 oy o'tkazib 5 ta, yana 2 oy o'tkazib 5 ta qilib, bir 15 tasini olinsa, yil 12 oy, bir oyda bitidan so'yilganda ham bular kami 15, bo'lmasam 20 kilo go'sht qiladi deyishyapti. Bil sinab ko'ramiz. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Bizni qishlog'im shahardan qolishmaydi. Mana shu yerda shu ozgina tomimda orqasida beda sepib, shunaqa qilib suv qo'yib turaman, shuni ko'm yer shay. Rahmat birodarlar. Menga o'xshab mana shunaqa bronza navli kurkalarda olib boqishlaringizni sizlarga tavsiya qilaman. Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani Qotog'on qishlog'i pensioner Muhriddin bobo. Qo'y boqar bobo degan kanalim ham bor. Nima siz meni yonimdan ketmay turaverasiz oldimda? O't-o'tlardan yeng birodar. Bular meni ko'rib, menga o'rganganligi uchun o'tirgan joyimda atrofimda turishibdi endi. Salomat bo'linglar, hammaga tinchlik, xotirjamlik bersin Parvardigor.